internet tarmoqlarida o'zimizdan boshlab ayollarimiz, qizlarimizni bugun buzishdi. Bugun Alloh taoloni o'zi panoh bersin, yosh edik. Har ovqat yoki kunora ovqat qilinganda yugurib qo'shniga aytib berardik. Bugun bu odat yo'qoldi. Bu odat yo'qoldi. Bir holatdan biz na ovqat beradigan bo'ldik. Ikkinchida nima deymiz? Kosasi yaxshi yuvilgan edimi buni? Bu yaxshi ovqat qildimi bu? Qilmadimi? Biz gigiyenaga yoki boshqa narsalarga e'tibor beradigan bo'ldik. Mana shu odatni shayton vasvasa qilib oradan chiqardi. Qo'shnilar bilan biz ovqatlashmaydigan bo'ldik, ya'ni himmat qilmaydigan bo'ldik. Bu narsa tugagandan keyin salom ham qarz bo'ldi. Hatto bugungi kun shu holatga keldikki, ko'p qavatli imoratlarda, yangi ko'chgan joylarimizda qo'shnilarimizni ham tanimaymiz biz. Salom alayk ham omonat. Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Alloh yaxshilik bersin. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bizlarga uni buyurmadilar. Sahobalar unday emasdilar. Holidan xabar olardilar. Kasal bo'lganda unga g'amxo'rlik qilardilar. Yillar davomida qo'shnilar bu boshqa qo'shnini uyini omonat o'laroq saqlardi. Zarar tegsa sabr qilardi. Bugun zarar tegsa yozib beradi darov. Suv o'tdi deydi, meni ta'mirlash ishlarim falon pul edi, menga zarar yetkazding, janjal, maşallah. Musulmon diyorida yashayapmiz. Musulmonmiz alhamdulillah. Bugun imkoniyatlarimiz bor. Birodar, siz birovni zararini yopib bersangiz, xatosini to'g'rilab bersangiz, biling birodar, sizga Alloh beradi-ku. Aynan unga to'latish. Bugun shunaqangi holatlarga duchor bo'lib qoldik. Mehr yo'q, rahm shafqat yo'q. Holat mana shunday. Bir joyga borayotgan bo'lsak, har kim o'z mashinasida boradi. Bir kishi. Jam bo'lib, birgalashib bir joyga borib ibodatlashish, duolashish, ilm yoki bir maslahat yo'q. Alloh taoloni o'zi fazl bersin. Holatimiz mana shunday. Shuning uchun mana shu ishlar oramizdan yo'qolib borayotganligi uchun hayotimizda baraka yo'q. Hayotimizda qadri qiymat yo'q. Hayotimizda har bir narsani mohiyati yo'q. Hatto bugungi kunda olib borilayotgan ishlar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning oldilariga najronliklar kelishdi. Aytdiki, bizga bir ishonchli odam qo'shib yuboring. Ya'ni ibodatni, dinni, hidoyatni tushuntirsin. Shunday masjidda turgandilar. Rasululloh qaradilar shunday. Endi najronliklarning taklifi nima edi? Ishonchli odam bering. Jamoatdagilar boshi yerga qarab turgan bo'lsa, bu gapni eshitgandan keyin Rasululloh meni tanlasinlar deb boshini ko'tardi amma. Ya'ni Rasulullohning nazdlarida ishonchli bo'lish sharaf. Mana shu odam ishonchli deyishliklarini sahobalar xohlashdi. Hamma boshini ko'tardi. Hamma bo'ynini uzun qildi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizlarga albatta eng ishonchli kishini qo'shib beraman deganlarida Abu Ubayda Amir ibn Jarrohni najronliklarga qo'shib berdilar. Ya'ni Rasululloh eng ishonchli bo'lgan odamlaridan edilar. Hamma sahobalar o'sha ishonchli kishi bo'lishdan umidvor bo'lib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun bo'yinlarini cho'zib turishdi. Bo'yinlarini cho'zib turishdi degan so'z ostida qizil chiziq chizib qo'ying. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir sahobadagi yaxshi xislatni ko'rsalar, uni e'tirof qilardilar. Insondagi eng katta ehtiyoj uning qadrini o'zgalar bilishi. Ehtiyoj mana shunday. Siz yaxshilik qilgan insonga doim minnatdorchilik ko'rsatib yuring. Kichkina yaxshilik qildi, unga minnatdorchilik bildiring. Ayolingiz ovqat pishirib berdi,
Unga minnatdorchilik bildiring. Farzandlaringiz siz aytgan marrani bajarishdi. Ularni qo'llab-quvvatlab qo'ying. Har bir qiyinchilikka uning ortidan agar uni qo'llab-quvvatlashlik bo'lsa, u oson kechadi. Ayolingizga uy yumushlari oson kechadi. Ayolingiz sizni ko'chadagi qilgan mehnatingizni qo'llab-quvvatlasa, charchoq ketadi. Farzandlaringizni ilmiga siz qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish bersangiz, ular ilmda yanada chuqurroq ketadilar. Har doim shikoyat, har doim qadrsizlik, har doim insonning kamchiligini yuziga urish payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan emas. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bir odamda bir yaxshilik ko'rsalar maqtardilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Madina ko'chalarini aylanyaptilar. Madina ko'chalarini aylanayotgan vaqtda bir eshikdan, bir derazadan, bir joydan chiroyli qiroat ovozi kelyapti. Eshitilyapti. Qiroat zo'r, ovoz ham dag'al ovoz, baland ovoz. Shunda qidirdilar, qaysi eshikdan kelayotganini topdilar, u eshikni oldiga borib o'tirdilar, tingladilar qiroatni. Qiroatni tinglasalar, Abu Musa al-Ash'ariyning ovozlari edi. U kishi qiroatni to'xtab bo'lganlaridan keyin bildirmasdan duo qildilarda, yana yo'llarini davom ettirdilar. Ertasi kuni Abu Musa al-Ash'ariyni ko'rganda nima dedilar? Ey Abu Musa, seni ovozing baland, zo'r ovoz ekan. Kecha qiroatingni eshitdim. Seni ovozing Oli Dovudga berilgan ovoz, ya'ni Dovud alayhissalomga berilgan zo'r ovozlardan ekan dedilar. Maqtab qo'ydilar. Aslida Qur'on kimga nozil bo'lgandi? Rasulullohga. Rasululloh Abu Musa al-Ash'ariydan yaxshiroq qiroat qilardilar o'zlari. Yaxshiroq qori edilar. Rasululloh payg'ambar edilar. Rasulullohga Qur'on nozil qilgandi. Rasululloh Jabroil alayhissalomga Qur'on o'qib berardilar. Daraja, imkoniyat, fazilat darajadan Rasululloh Abu Musa al-Ash'ariydan baland turardilar. Lekin Abu Musa al-Ash'ariyning xislatlarini, ya'ni yuqori va fazilatli joylarini maqtab qo'ydilar. Hali bizga yetishingga ancha bor, ancha xizmat qilishing kerak. Biz ko'cha aytgan, yurgan ko'chalardan sen yurishing kerak demadilar. Hali sen bizday bo'lishligingga ancha bor deb qo'ymadilar. Abu Musa al-Ash'ariydagi yaxshi xislat va sifatni ko'rib maqtab qo'ydilar. Demak, musulmon kishi bir birodariga, bir insonga bir yaxshi amal, sifat ko'rsa, uni maqtab qo'ysin. Mayli o'zidagi sifatlar ancha yuqorida bo'lsa ham bir maqtab qo'ysin. Siz 20 yildan beri namoz o'qiysiz. Birinchi marta jumaga kelgan odamni birodar maqtab qo'ying. Mashaalloh, Alloh bardavom qilsin. Juda zo'r ish qilibsiz deb qo'ying. Bilamiz, siz 20 yildan beri 5 vaqt namoz o'qiysiz. 30 yildan beri jumaga qatnashasiz. Hali biz yosh edik. Jumaga kelayotganimizga biz yoshligimizdan juma o'qiymiz. Siz mana endi birinchi marta kelibsiz. Bizchalik namoz o'qishligingizga hali ancha bor deb qo'ymang. Tabriklab qo'ying birodar. Sizning imoratingiz qavatma-qavat, bittasi bitta g'isht qo'ydi endi. Mashaalloh, zo'r ish qilibsan deng. Maqtab qo'ying uni. Alloh baraka bersin, qiyinchiligi oson bo'lsin, yana masjidga keladigan bo'lsin. Siz qanchadan qancha ehsonlar qilgansiz. Bir odamga bir ovqat olib berib yoki ozgina ehson qilgan birodaringizni qo'llab-quvvatlang. Shu bilan birgalikda ayolingiz, ishchingiz, ukangiz, singlingiz, farzandlaringizni yaxshi sifatini ko'rsangiz maqtab qo'ying. Mu'min odam, musulmon odam payg'ambarimizning sunnatlari birodariga yaxshilik ko'rdimi, uni maqtab qo'yadi. Unga tasannolar aytadi. Endi birodar, bir joyda sizni haqqingiz bo'lmaydi. Qanday? Ayolingizda, qizingizda, o'g'lingizda, qo'shningizda, birodaringizga yaxshilik ko'rganingizda maqtamagan bo'lsangiz, endi uni aybini, kamchiligini aytishga haqqingiz bo'lmaydi-da endi. Yaxshilik ko'rganda maqtab qo'ymadingiz-ku.
Rasululloh yaxshilik ko'rsalar maqtab qo'yardilar. Abu Musa al-Ash'ariyga aytdilar, zo'r ovozing bor ekan. Oli Davudga berilgan zo'r shirali ovozing bor ekan, zo'r qiroat qilayotgan eding dedilar. Joy kelganda Abu Musa al-Ash'ariy qaysidir xatoga yo'l qo'ysalar, Rasululloh aytardilar. Nega biz bugun faqat birovning aybini qidiradigan, faqat obro'yini to'kadigan, faqat qiyinchiligini, yomonligini, xatosini qidiradigan bo'ldik bugun? Birodar, odamlarning yaxshiligini ham ko'raylik biz. Yaxshilik ko'rganimizda maqtab ham qo'yaylik. Alloh fazl bersin bugun. Farzandlarimizga yaxshi tomonini ko'rganda maqtab qo'yib, xato qilganda ularga nasihat berishimiz aynan maqsadli bo'ladi bugun. Bugun internet tarmoqlarida faqat ayblar, faqat nuqsonlar, faqat kamchiliklar. Bugun alhamdulillah yutuqqa erishgan joylarimiz ham bor. Bugun yurtni, millatni, mamlakatni, jamiyatni, mahallani, har bir insonni yutuqqa ergashgan joylarini, erishgan joylarini qo'llab-quvvatlasak, albatta Alloh ham ziyoda qilib beradi. Va bu yo'lda u inson qiynalgan, charchagan bo'lsa, qo'llab-quvvatlash bo'ladi. Bu oson kechadi. Yana unga shijoat va g'ayrat paydo bo'ladi. Mana shuning uchun bugun insonlarimizni bugungi holatlarini, bugun qilayotgan ishlarini Alloh taolodan fazl o'laroq bardavom bo'lishligi uchun ularni haqqiga duo qiling. Ularni qo'llab-quvvatlang. Ularni Alloh taolo bardavom qilishliklari masalasida inshaalloh siz fazilat egalaridan bo'ling.